hurmatli kuzatuvchilar. U gap yo'q aka. Xudo xolisa ixchamgina Ixchamidan so'ragan ko'kalarimizga Bo'ldingizmi aka? aka tishlari to'rkurak. To'rkurak ekan. Hozir tishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. 7,5. Yana kami bor aka. Moling bormi desa, bor deydi. Buni go'zalligiga qarang, ixchamligiga qarang. Borganda, tug'ganda hamda sutini sog'ganda xursand bo'laveramiz. 3 marta xursand qiladi mollar. Aka, shu o'rinda bu bahosini ham aytib qo'yaylik aka. O'tkir aka, buni ham narxini 37,5 deymiz. 37 bilan naqs bo'lsa, shoxlariga qarang uni aka. Chizib qo'ygandek-ku aka bu. Mana, dubg'uzalari ham balandligini joylashgan. Mana mol. Moling borni ko'radigan bo'lsa, o'shanga bog'lanaveramiz. Optim bir joyga desa ham akamiz kelishtirib yanada beraveradi. Oy kuni yaqin. Ha, axir bitta yetaverman shuni ko'rsin. Poychalarigacha qarang. Mana tutalari to'g'ri joyda joylashgan. Oladigan odam xudo xolasa baraka topadi aka. Labbay aka. Sutga ishlayman degan akalarimiz bemalol telefon qilib katta sutli mol. Buni yetilishiga aka xudo xolasa hali bir 15 kun bor. Yelini hali apshi yorvoradi xudo. 58 million so'm. Yana kami bor aka. Gap spoti bilan 6 kurak. Buzoq tishlar bilan. Mana shu molni biron joydan nuqson topgan odamga bekorga beraveramiz. Labbay aka. To'kadiganlar aka. Mana. Nima deyapti bu? Yorib qo'ygan aka. Ninglarni qo'ying hali qotmagan aka. Kindikchalariga qarang. Voy mashalloh. Aka, molni sifati-ku bu aka. Ketyapman raddonga. Voy gap. Akalar shoxidan nazar solamiz to dumigacha va tuyoqlarigacha. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun xudo xolasa xalqimiz uchun eng sifat, eng original xudo xolasa toza nasib bo'lsa rossiyskiy, ya'ni sigirlarda sizlarga xudo xolasa, ya'ni g'inojin birinchi tug'ishga hamda ikkinchi tug'ishga sigir hamda g'inojinlarni biz sizlarga tavsiya etamiz. Biz Jizzaxdamiz, hurmatli aka-ukalar. Ya'ni Zominda Muzaffar akamizning fermalaridamiz. Bu yerda o'ta sifatli hamda ajoyib mollarni biz hozir bitta Muzaffar akamiz bilan ma'lumotini berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Vaqtingiz aka. Yaxshi kelib qoldingizmi aka? Allohga shukr. Hormang endi aka. Salomat bo'ling. Aka, mollarni ko'rsatib o'tdingiz-a? Xudo xolasa bugun aka narx-navon bomba qilamiz. Aha. Narxni bomba qilamiz. Hali mazza qilsin aka. Bitta mazza qilsin aka. Qarang, O'tkir aka. Labbay. Mana shu sizni 15 minutlik videongiz uchun ertalabdan bu yog'iga mana shu mollarni qashlab tarayotibmiz-da. Gap yo'q lekin. Mehnatimizni qadriga yetgan ko'kalarimiz bor-ku. Mashalloh deb kommentariyada o'z fikrini bosib, like bosib qo'ysin. Aka havas qilgan odamning uyida kamida 10 tadan bo'lsa mana shunaqa bo'ladi. Negativ akalarimiz uyida 15 tadan bo'lsin aka. Gap yo'q aka. Olib ketdilar. Aka mana birinchi molimiz. Birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishgami aka bu? G'inojin. Axir mana qo'yib chiq. Kengroq joyga qo'yib chiq. Hurmatli aka-ukalar, birinchi tug'ishga mana bitta ko'rsatamiz sizlarga. Birinchi tug'ishga aka topqonchasidan. Necha oylik ekan aka qorindagi? Aka bu 8,5 oylik. 8,5 oylik? Ha. Birinchi tug'ishga. Yurishiga e'tibor bering akalar, mana yurishiga. Mana yerga yaqin yalpoqqina mol ekan aka. Ha aka. Uyga xudo xolisa ixchamgina mol. Ixchamidan so'ragan ko'kalarimizga aka. Mana tutalariga qarang aka buni. Mana mazza qilsaveradi opalar. Xudo xolasa aka olgan odam baraka topadi. Nasib bo'lsa aka. Mana. Aka, necha aytdingiz bahosini? Aka, buni kelishtirib aytaymi aka? Kelishtirib ayting aka. Aka 37,5. Yana kami bor aka. 37,5 million so'm kami bor ekan, savdolari bor. Xudo xolasa kelamiz, ko'ramiz. Nasib bo'lsa onlayn ham savdo qilaveramiz. Tutalari tur joyda, puli yengillaridan xudo xolasa birma-bir ko'rsatib o'taveramiz. Mana. Mana jigarlar keyingisi nasib bo'lsa mana o'sh. Bu yerda zo'ridan zo'ri ko'p. Bitta zo'rini ko'rib ketaveramiz aka. Aka. Labbay aka. Moling bormi desa, bor deydi. Buni go'zalligiga qarang, ixchamligiga qarang. Xudo xolasa bitta ro'zg'orni juda obod qiladi aka. Gullatadi aka bu. Gullatadi. Mana. Xudo xolasa aka 9 oylik bo'ldi. Kundiklari bilanmi deymi aka bu suti xudo xolasa? Shunday aka. Xudo xolasa hafta 10 kunligi qoldi molda aka. Mana do'stlar. Hafta 10 kunligi, oy kuni yaqin, Alloh nasib qilsa akalar, olganda, borganda, tug'ganda hamda sutini sog'ganda xursand bo'laveramiz. 3 marta xursand qiladi mollarimiz. O'tkir aka. Labbay aka. Bu ham birinchi tug'ishi. Aha. Xudo xolasa aka uzoq yillar mol olaman degan anoni unutadi olgan odam. Yalpoqqina mol ekan aka. Xizmatini qilib beradi aka. Hurmatli kuzatuvchilar, mana zo'rlarini bugun ko'ramiz xudo xolasa. Aka, shu o'rinda bu bahosini ham aytib qo'yaylik aka. O'tkir aka, buni ham narxini 37,5 deymiz. 37,5? Ha.
37,5 million so'm bunisiga ham, ikkalasini bir joyga olaman desa akamiz yana ham kelishtirib beraveradi, xudo xolisa. Aka agar ikkovi bir joyda oladigan bo'lsa 37 milliondan. 37 million. Yana ham xayrini qilib. Ketdi, ha aka? Ha. Mana, hurmatli Yana ham aka. xayrini qilib beraman. Ketdi, xudo xolisa mana. Nasib bo'lsa, xayrini yana ham qilib beraman. Yana savdosi bor deyapti. Mana jigarlar. O'tkir aka. Labbay aka. Aka bugun siz nima qilyapsiz? Chiroyiga ish qo'zg'ab qoladi buni ko'rgan odam aka. Umuman gap yo'q aka. Molni ko'ryapsizmi? Kalalarni olib qo'ying buni. Xudo xolasa. Hurmatli aka kelar, takti shunaqangi o'xshatadi. Mana kunduklari bilan nasib bo'lsa, shoxlariga qarang uni aka. Chizib qo'ygandek-ku aka bu. Mana, dubg'uzalari ham balandlikda joylashgan. Mana mol. Moling bormi bor Xudo deydi. xolasa molimiz sutga polvon chiqadi. Xudo xolasa aka. Ha, birinchi tug'ishi. Ishlari 2 kurak, O'tkir aka. Mana mol. Gap yo'q. Yuvosh aka jonivor. Xudo xolasa Chimtiradigan. molimiz uyaltirmaydi aka ana. Mana hali yoshligi ma'lumda aka buni mana qarang. Yoshligi ma'lum. Xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, zo'ridan zo'rini ko'raveramiz. Qaysiga yuraveradigan bo'lsa, o'shanga bog'lanaveramiz. Optim bir joyga desa ham akamiz kelishtirib yanada beraveradi. Bahosi necha ekan buni? O'tkir aka, Labbay. narxini 50 million deymiz. 50 million? Kami bor. Aha. Aka siz Ya nima? to'xtang, boshqa ish qilamiz. Mana uni ham bitta oling. Mana, Buni ham akalar. bitta oling. Aka hozir yana Jupiga aytamiz aka. naqtashaysizmi deyman-da. Bomba qilamiz. Jupiga aytamiz. Mana O'tkir aka. jigarlar. Bu ham Labbay. birinchi tug'ishga. Aha. Xudo xolasa haftaligi qoldi buni. Oy kuni yaqin. Ha, axir bitta yetaverib mana shuni bitta ko'rsin. Mana akalarimiz. Xudo xolisa, hurmatli kuzatuvchilar. Aka Mollar- jupiga. Jupiga narxini aytamiz. Bitta ko'rsating mana shu molni oldim. Mana do'stlar. Mana. Yurishiga qarang buni. Xudo xolasa kunligi qoldi O'tkir aka uni. Kunligimi aka? Ha. Kunligi qoldi. Shoxlariga, bo'yinlariga, mana baqbaqalariga, holatiga e'tibor beraylik. Mana do'stlar, hamma joyiga nazar solamiz. Poychalarigacha qarang. Mana tutalari to'rt joyda joylashgan, ajoyib mol ekan. Go'shtligana mol ekan, ha aka? Ha, aka. Mana. O'tkir aka bu ham birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishgami? Ha, birinchi tug'ishga. Ikkalasi aka bir joyga, bir qarsoq chalamiz aka. Xudo xolasa, kelishtirib. Ikkalasi jupiga 49 milliondan. 49 danmi aka? 49 dan yana kami bor aka. Yana savdosi bor. Yana savdosi bor. Yana savdosi bor. Akalar, qo'yilgan. Mana. Moldan kalalarni bitta olib qo'ying Xudo aka. xolasa. Nima deyapti bu? Mana bugun chempionlarni ko'ramiz akalar mana. Bu tazurlarni ko'ramiz. Xolasa olgan odam baraka topadi aka. Mana jigarlar. Ana mollarimiz. Mana jigarlar. O'tkir aka. Labbay aka. Xudo xolasa egasi kelgancha molimiz tug'adi. Mana Mana shu. shu turibdi mol. Mana. Aka o'zi bugungi tug'adigan kun, adashmasak. Xudo xolasa. Egasi kelgancha Xudo xolasa tug'adi molimiz. Mana mol. Mana shishlariga qarang, bu kunduklari bilan, mana shoxlariga qarang aka buni. Stoykasi ham tekis mol ekan, ha aka? Ha aka. Mana. Bugun Xudo xolasa bugun yerda tug'adigan shashti bor buni aka. Mana. Aka videoni tugatsangiz tug'adi aka mol. Xudo xolasa egasi kelguncha mol Xudo xolasa tug'ib beradi. Mana. O'tkir aka bu ham birinchi tug'ishiga. Birinchi tug'ishga g'unojin. Bu ham birinchi tug'ishga g'unojin. Xudo xolasa aka sutga polvon chiqadi. Uyaltirmaydi molimiz. Tani joni sog'lom, yeb ichishi zo'r aka. Oladigan odam Xudo xolasa baraka topadi aka. Buni aka bahosi qancha ekan? Aka, buni bahosini 50 demaymiz aka buni. Aha. 48 million so'm xayriga o'tib beramiz, kami bor aka. 48 kelishadigan joyi bor, ha aka? Ha. Kami bor aka. Kami bor, 48 aytilyapti akalar. Savdoni qilamiz, olaveramiz. Savdo sunnat. Mana aka yo'q. Aka tushung aka, xalqning gapi. 47 million so'm aka, bor aka. Akamiz million Yana xayrini qilib beraman aka. aka. O'tkir aka, Labbay. obunachilaringiz bitta maza qilsin. Aha. Aka, uyingda moling bormi desa, bor degidek ko'p tursin. Xudo xolasa aka, mollarimiz uyaltirmaydi. Tani joni sog'lom, yeb ichishi zo'r. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi aka. Mana zo'rlari akalar. Tutalariga qarang. Labbay aka. Aha. Oyoqlarini olib qo'ying mana, oyoqlari ham toza, hech qayerda nuqsoni yo'q. Yurishlariga qarang buni aka. Chiroyli tug'ib bersa, bitta oilani o'ynab kulib boqadi aka. Nasib qilsa, yaxshi niyatda ko'pchilik olishadi, Alloh nasib qilsa. Hamma ham shu Xudo xolasa aka mana shundan ko'paysin. Xudo xolasa aka. Mana
Shuni zotidan ko'paytirsin xalqimiz. Mana jigarlar. O'tkir aka, Labbay aka. sutga ishlayman degan akalarimiz bemalol telefon qilaversin. Mana aka. hurmatli aka, bitta nazar solaylik. Yerga yaqinligiga. Ana undan keyin mana ketiga qarang aka buni, ketiga. Gap yo'q aka. Bunaqa yomon endi ekan aka. To'g'risi. Aka mol sutdi moli. Tutasiga Xolasa, olgan odam aka yeb ichishini joyida qilib bersa, Aha. yaxshigina sut beradi aka. Endi palon litr demaymiz, lekin aka mol katta sutli mol. Buni yetilishiga aka xudo xolasa hali bir 15 kun bor. Yelin hali apshi yorib yoradi xudo xolasa. Mana bu nechinchi tug'ishga Bu aka? ikkinchi tug'ishga tishlari 6 kurak aka. Ikkinchi qoringa. Ha. Kesin ko'rib olaversin, ha? Shunday. Aka, bu chiroyliga qarang buni, shoxlariga. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, juda chiroyli mol ekan. Umuman gap yo'q. Orqalaridan bir olib qo'ying aka molni. Yurgizing aka buni. Ko'rsating aka. Yapaloqligini ko'ryapsizmi? O'tkir aka. Yerga yaqin yana mol ekan aka, gap yo'q lekin. Mana. Sog'lom. Molni tani joni sog'lom aka. Bironta nuqsoni yo'q. Orqa endiliklariga qarang buni. Mana. Yelga qapqoqlari, mana. O'zi aka bakti yoryapti, xudo Xudo xohlasa. xolasa aka sutni moli. Nasib Olgan odam maza qiladi aka. Yelin solishni endi boshladi O'tkir aka. Tug'ishiga bir 15 kun bor O'tkir aka buni. Mana. 15 kun qoldimi aka? 15 kun bor tug'ishiga. Labbay. Mol o'zi reklama qiladi, qarang. Yurib qo'ygan. Aybi yo'q. Mana. Do'stlar, Aybi aytaymi? Aha. Pulida aka. pulidami aka? Pulida tortishib talashaveradi aka. Akamiz buni ham narxini chiroyli qiladi, xudo xohlasa. Qarab turinglar. Aka, bitta yorib tashlang shunga ham. Buni 58 million deymiz. 58 million? Aka 60 desak ham ko'taradimi? Aha. 58 million so'm. Yana kami bor aka. Hurmatli akalar, 58 million so'm kelamiz, qo'lni mahkam ushlab akamiz ko'nglini topadigan bo'lsa, akamiz kelishtirib beraveradi. Aka to'xtang, Aka. 58 emas. Aha. 57 million so'm. 57 mi aka? Yo, gap yo'q. Bo'lsin aka. Shu obunachilaringizga bo'lsin. Yaxshi mol olaman deb havas qilib yurgan aka-ukalarimizga nasib qilsin aka mana shunaqa mollar. Mana do'stlar, e'tibor beraylik. Ikkinchi tug'ishga tutalari mana katta ko'ryapsiz. Ham yuvosh O'tkir aka. Yuvosh mol ekan, ha? Ham yuvosh. Mana mol. Akamiz aytayapti, biz bahosini aytdik. Savdosini qilaversin deyapti. Mana mol. O'tkir aka, Labbay. mol o'ta ham yuvosh mol aka. Ko'rsatavering. Xohlagan tomoningizdan ishlayverasiz, indamaydi aka. Kelaversin, xohlagan tarafdan sog'ib kel. Aka xudo xolasa tug'ib bersa, yeb ichani qilib berib tursa, faqat meni sog' deydi bu mol aka. Mana. O'tkir aka mana shu. Gap spoti bilan 6 kurak. Buzoq tishlar bilan turibdi aka. Hol kalalarni qarang, chiroyligini. Hurmatli aka-ukalar, nasib bo'lsa, mol olishda adashmaylik. Zo'rini oldingizmi, xudo xolasa, xohlagan paytingiz zo'r pul bo'ladi. Nasib bo'lsa, akamiz yana ham savdosi bor, kelishtirib beraman deyapti. Buni yurishiga qarang mana, kengligiga. Mana do'stlar. Mana. O'tkir aka, Labbay aka. nima deyapti bu? Aka bu bu ta kuchli-ku bu aka. Nima deyapti bu? G'unojimmi aka? G'unojin aka, birinchi tug'ishga. Birinchi tug'ishga g'unojim mana. Voy mashalloh, ko'z tegmasin. Aka-akalar duoda bo'lamiz. Mana. Labbay aka. Uzoq vaqtga mol qilaman deganlarga mana tozasidan. Mana. Kengligiga, orqa kengligiga qarang. Nuqsoni yo'q aka. Yeb ichishi shu yerda hamma narsasini ko'rib olaveradi. Yurishi, yeb ichishi, sog'lomligi garantda 100%. Labbay. Aka, O'tkir aka. Ho. Mana shu molni biron joydan nuqson topgan odamga bekorga beraveraman shu molni. Aka, nuqsoni yo'q-ku aka bu. Endi Yo'q lekin. O'tkir aka. Endi boshlanyapti. 8 oylik bo'ldi aka. 8 oy. Birinchi qoringa 8 oylik bo'ldi. Ha. Buni yurishiga qarang buni aka. Ana, baqbaqalar. Bu bunda baqbaqa bor tushliklariga qarang. Bo'y basti, kallasi, shoxlari aka hammasi o'ziga yarashgan aka. Dumbuzalari ham baland joylashgan ekan. Chiroyli So'zlarni mol olib qo'ying aka. Mana tutalariga e'tibor beraylik. Labbay. Tumshuqlarni topib qo'ying, qarang chiroyligini. Oq burun. olib qo'ying. Mana, Nima deyapti? oq-loq. Ana shoxlarigacha. Tozasidan O'tkir aka. Aha. Boqib mazza qiladi bo'ldi aka. Shved xulosmandlari, aka-ukalar, qiziqmagan akalarimizga ham tavsiya etib qo'yamiz. Bu mol qiziqtiradi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Mana. Molni go'zali. Necha qilib beramiz aka buni? Buni aka yaqin qilib aytaman. Aha. Yaqin qilib aytaman. 55 million so'm. Hozirroq yana xayri ham bor aka. Aha. Kami bor, o'tib Aka. beramiz. Savdo sunnat 1 so'm so'rashga haqqi bor aka. Bizga tirikchilik dumalasa
non qolsa sotamiz aka. Olgan odam maza qilsa bo'ldi aka. Yillik 5. Voy maşallah, ko'z tegmasin. Akalar duoda bo'ladi. Havas qilganlar bo'lsa, mashalloh deb yozib qo'ysin aka kommentariyada. Hurmatli aka-ukalar, bular o'z-o'zidan shu vaqtgacha shunday holatga kelib qolmagan. Buning orqasida juda katta mehnat va mashaqqat bo'lgan. Hurmatli aka-ukalar, mana vaqt o'tishi, bu yoshga kirib kelishi, bunaqa homilador va mana shunday holatga kelishi. Rahmat shunchalik tayyor, chiroyli qilib qo'ygan. Aka, mana shu gapingizga qo'ying. Mana shuni boqqanga, mana shuni yetiltirganga rahmat deb qo'yamiz. Mana hurmatli aka-ukalar, molni sifat. Ko'mosi ham baraka topadiganlar. Uzoq vaqtga sigir qilib mana shuni xudolisi zo'r baraka topadi aka. Aka, olgan odam duo qilsin, Xudo xolasa shu nasib bo'lsa, aka, shu 10 yil, 20 yil shundan ko'paytirsin Alloh nasib qilsa. Mana. Haqiqiy pumba degan mana shu bo'ladi aka. Gap yo'q aka, laqabdan qo'ydingiz lekin. Mana jigarlar. Molni bo'yiga keladigan bo'lsak aka, xotirjam 140 chiqaveradi. Oshiqroq ham Mana shu chiqadi. yerda ko'rib olaveradi, oshiq ham chiqadi. 140 qolaversa o'ylamasda kelgandan katta chiqqandan keyin otangga rahmat deb qo'yadi aka. Mana. Gap yo'q. Bosh. Mol o'ta ham yuvosh. Birinchi qoringa o'ta ham yuvosh aka. Kelishtirib beraverasiz, aka? Aka kam. Bo'ladi aka. Tutib to'kadiganlar aka. Mana. Nima deyapti bu? Yorib qo'ygan aka. Mana do'stlar. Bolani bitta olib kalalarini qarang o'tkir aka. Buzoqni qarang. Mana buzoq gibrid ekan akalar. Mana Xudo xolasa. Otasi semental. Shunday. Onasi mana. Xudo xolasa kelajak juda parlaq bu novvozchan. O'tkir aka, Alabi. molni bitta yaxshilab ko'rsating. Mana hurmatli Aka, akalar. sutga ishlayman degan ko'kan aka. Buzoqcha necha kunlik aka? Bugun 3-kun aka. Bugun 3-kun. Tagida bola yuribdi. Tagida bola yuribdi, mana. Hozir videodan oldin boyladik aka buzoqni. Mana buzoqcha. 2 hali urganmagan. Hali tug'ilganiga ko'p vaqt bo'lmagan. Kindiklarni qo'ying, hali qotmagan aka. Kindikchalariga qarayman. Voy mashalloh. Aka, molni sifati-ku bu aka. Mana. Mana buzoqcha. Holatiga e'tibor beraylik. Qo'yib bering aka buni. Buzoqcha. Arpanga o'rnashmayapti-da aka. Gap yo'q. Buzoqcha. Mana onasi. o'tkir aka. Labi aka. Bo'y tomondan sog'diraveradi jonivor. Mana, tutalariga qarang aka. Eng garantiyasi bor-ku aka. Aha. Xotirjam 25 ta sutga garantiya bu. Xudo xolasa. O'tkir aka, bugun 3 sutkalik bo'ldi buzog'i. Aha. Buzog'i tagida yuribdi. 17 ta 18 ta sog' olyapmiz. Mana shuni o'zidan, sigirdan. Aka, mol 25 litrdan kam sut bermaydi. Yengil 20 taga beramiz aka. Olgan odam rahmat desin, otangga rahmat desin aka. Mana buzoqchasi. Mana buzoq. Mana ketdi. Juda bolajon-ku aka bu. Aka, yelinlarni olib qo'ying aka. Yurishiga qarang. Hurmatli kuzatuvchilar, mana molni zo'ri. Tug'diraman ham deb o'tirmaysizlar. Mana tug'gani tayyor, Xudo xolasa. Opalarimiz sevinib sutini, Xudo xolasa ortgani sotaveradi. Mana jigarlar. O'tkir aka kimosi ham mazza qiladi. Eng qiziq joyi bitta portlating bo'lmasiga pulim. O'tkir aka ikkinchi tug'ishi mol. Narxi aka 58 million. 58 mi aka? O'zingiz ham o'xshatmadingiz-a? Yo'q aka lekin. Aka 57 million so'm. Aha. Kami bor. 57 baho qo'yyapti akamiz. Mana gibrid buzog'i. Buzog'i bolasi buqacha aka. Polvonligini qarang aka. Mana. Nasib bo'lsa aka, buni 1 oyligida tanimaydi buzoqni. Shunday aka. To'g'risi aka. Mana. Onani suti mo'l. Nasib bo'lsa buzoq yetilgan. Hurmatli aka-akalar, yurishiga qarang. Aka, savdosi bor-a, ya'ni? Ha, aka kami bor. Kelishtirib beraveramiz. Kami bor, kelishtirib beraveramiz aka. Mana jigarlar. Qiziq aka, bu dimlanmagan aka bu. Mana. Yaqinlashtirib to'p qo'ygan. Aha, bo'sh. Dib bo'y tomonlama sog'diraveradi. Mana. Buzoqni qaytaring. Buzoqchasi lekin yomon zo'r ekan, hurmatli aka-akalar. Xudo xolasa mazza qilasiz. Aka, molni ko'ryapsizmi? Juda bolajon. Mana. Qo'yar. Mana aka. Mol o'ta yuvosh aka. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Onasini ko'rib, bolasini oladigan joy bo'lyapti, aka, lekin qoyil. Mana buzoqchasi Aka. Hibrid bor-da, o'tkir aka. Aha. Faqat rangi aka. Aha. Ular ham oppoq aka. Buni mana beldorligini qarang. Aka, rangini aytmasangiz, ancha-muncha semental buzoqqa dam berib qo'yadi aka. 3 kunlik. Polvonligini ko'ryapsizmi? Sizlar ham hozir ancha-muncha joyda zo'r narxlarda ham sotilyapti aka. Bu aka to'xtatib qo'yyapti bozorlarga chiqsa. Mana molni zo'rlari. Yuvoshligini ko'ryapsizmi molni? Mana. Akamiz bemaloliga tortyapti. Mana. Qo'yib, ha aka? Mana. Hali bu dimlanmagan, boshqa qilmagan aka bu. Mana. Xotirjam 25 ta garantiya aka.
Hurmatli aka-ukalar, nasib bo'lsa, mana zo'rlarini ko'rsatdik. Alloh nasib qilsa, aka yana bitta chempioni bor dedingiz aka. Hozir aka bomba qilamiz. Mana uni olib qo'ying aka, mana xudo xolasa egasi kelguncha tug'ishga kirib ketyapman raddonga. Voy, gap yo'q. Tug'ishga kirib Ketdim aka, ketyapti xudo xohlasa. Ha. Do'stlar, Aka, ana ketdi raddonga. U alohida bog'lanadi bugun. ha, raddonga alohida. Raddonga ketdi. Xudo xolasa tug'adi molimiz. Aka, Ho'la be aka. mana bu chempioni bo'ladi rasisga. Mana hurmatli kuzatuvchilar. U gap yo'q aka. Bu yerda ham beldor rasiski suv tozasi birinchi qoringa degan mana shu bo'ladi aka. Mana Nima deyapti yelkalari. O'tkir aka bu mol? Ha? Nima deyapti bu? Aka bu to'xtatib qo'yyapti to'g'risi aka. Gap yo'q. Hurmatli aka-ukalar, moling bormi bor, o'ta chempioni ajoyibi. Mana akalar shoxidan nazar solamiz to dumigacha va tuyoqlarigacha. Mana molni zo'ri. Mana chempioni xudo xolisa. Mana buzoqchasi. Bu ham Aka, birinchi qoringa o'tib Mana. keladi. Buzoqchasi aka 1 sutkalik bo'ldi. Bolasi buqacha. Molimiz birinchi tug'ish. Birinchi tug'ishga. Ha, tishlari to'rkurak. Mana jigarlar. O'tkir aka endi Bolasiga qarang buni. molni bo'yi bilmayman qanaqa ko'rinyapti. Joy veslarni aytib o'ting aka. Ayting aka. Mol aka 800 kilodan kam emas. 800 dan kam emasmi aka? 800 dan kam emas. Oshiq bo'lsa oshiq aka. Lekin kam emas. Aka bu yuqa mol emas bu. Hurmatli aka-ukalar, Bellarni olib qo'ying aka. orqa ketiga bitta e'tibor beraylik buni. Mana qopqoqlarigacha. Yuvoshliklarni. Hali birinchi tug'ishga bu. Birinchi tug'ishga aka hali. To'rkirak bo'ldi dedingizmi aka? Aka tishlari to'rkurak. To'rkirak ekan. Hozir tishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. O'tkir aka, buni suti ma'lum emas hali. So'ragan ko'kalarimizga-da. Xo'p. Yangi tug'di aka. 1 sutkalik bo'ldi. Mana buzoq. Endi oyoqlandi buzoq mana. Endi sakrab o'ynab, kinniklari ham qotmagan aka. Buzoqcha hali endi bir sutkalik aka. Ha, 1 sutkalik bo'ldi. Mana buzoqchani ham aka tuzilishi uchun o'ta go'zal ekan. Mana sigirga e'tibor beraylik. Hurmatli aka-ukalar, mana shunaqasidan bir 10 ta bog'laydigan bo'lsak, o'zi bunaqasi noyobda. Har doim ham topilavermaydi. Faqat dona-dona mana shuncha chiqqan vaqtda olib qo'yaversak bo'laveradi. Nima dedingiz aka? Bunimi? Ha. Bitta tishini ko'rsatib qo'yay aka. Aha. Bitta tishini ko'rsatib qo'yay, keng. Tishini bitta olib qo'ying. Mana. Haqiqiy turkirak. Mana do'stlar. Birinchi tug'ishga yetiltirib, qochirib mana tug'dirilgan. Aka, mol to'rson. Olgan odam xudo xolasa maza qiladi. Yedi ichdi tani joni sog'lom aka, bolasi buqacha. Xudo xolasa aka, buzog'i ham onasidan kam joyi bo'lmaydi. Nasib qilsa. Aka, buni shtirida hamma gap. Ayting buni. Nima deyay O'tkir aka? Aka aytavering. Qarang, Oh, video chiqarib yuribsiz. aha. Mana shunaqa mollarni ko'rib yuribsiz. Xo'p. Nech pul deydi aka? Aka, men aytsam, ha. Ya bitta ayting aka. Aka 70 deb qo'yaveradi. Siz obunachilaringiz bilan bizga o'xshagan tirikchilik qiladigan bolalarning o'rtasidagi o'rtadagi odamsiz-da, xolisona odamsiz. Aka, qo'rqmay 70 aytaveradi aka. 70 mi? Ha. Ya biz 70 demaymiz aka. Aniqmi? Aniq. Ha, xudo xolasa. 70 demaymiz. Yo'q. Necha aytamiz aka? 68 desak bo'ladimi aka? Aka, siz dangal odamsiz. O'xshamadi. Kelishtirib berasiz. Aka 66 million. 66. Ha. Xudo xolasa. Nima bor 65 bo'ldi aka. Aka, Labi aka. olgan odam maza qilsin. Aha. 65 million so'm. 65. Yana xayriga kami bor. Yana ham savdo qiladi, ha aka. Ha, kam Yana ham savdo qiladi. Aka-ukalar 65 million so'm birinchi tug'ishga. Mana, molni sifati original. Navoschasiga e'tibor berib qo'yaylik. Aka, bunaqasi noyob lekin. Aka, olgan odam otangga rahmat desin. Duo qilsin, ha aka. Ha. Ya'ni buzoqchasiga qarang aka. Aka, mana shunday qilib yetiltirib boqib qo'ygan akalarga rahmat aka. O'zi bo'lmaydi mashaqqat o'zi aka. bo'lmaydi. Shuni qarang aka. Mana. Hurmatli aka-ukalar, mana shundoyligidan sabr qilingan akalar buni. Mana shunday holatga kelguncha nima dedingiz aka? Aka, u oson emas, hozir aka. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yeyish-ichish sog'lig'i hamma joy standart. Mana o'ta ajoyib mol. Yana savdolari bor. 65 million akam aytdi. Yana ham kelishtirib xayriga o'tib beraman O'tkir. Kesin savdoni qilsin deyapti dangalchasiga. Akam aytayapti, bizga ozgina dumalasa bo'ldi. Bizdagi tirikchilik. Nasib bo'lsa xalqimiz sevinib foyda qilaversin, foydalanaversin. Dakansasiga deyapti. Aka, lekin gap yo'q aka. Endi qo'ldan kelguncha
narxlarni aytdik aka. Dumalasa sotamiz boya gap. Olgan odam maza qilsin. Bo'ldi aka. Aka o'zi bo'lmasa kerak, bunaqa mol topishdi to'g'risi. Aka, bunaqa mol boqib qo'yganda otasiga ming rahmat aka. Mana shunaqa qilib yetiltirishdi o'zi aka. Hurmatli o'zi bo'lmaydi aka. mana shunaqa yetildirish. Gap yo'q. Aka qarang. Mana shularni topishdi o'zi bo'lmagan. Bular kulis, jiraz, jizitni oldingiz. Shunday To'g'rimi? aka. O'shalarni xalqqa yana tavsiya etyapsiz. Gap yo'q. Mana, hurmatli akalar, shivitga qiziqadigan shivitga, rossiyskiy deganlarga mana optim rossiyskilar. Alloh nasib qilsa bugun akamiz Zivir o'ta go'zallarini olib kelibdi. Akamizga rahmat deb qo'yamiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Ketolmay qoldingiz aka. Yo'q, aka men o'zim shunga qiziqib qoldim lekin. So'zkasiga javob. Mana jigarlar. Otilaman deyapti-da lekin mana. Xudo xolisa hali o'zidan chiqmaganda. Mana jigarlar. Gap yo'q.